Ana biz dachaga yetib keldik. Ana bu dachamiz, ana tashqarisini basseyn. Amrullo akamizga rahmat, bizni ish bilan ta'minladilar. Haqiqatan ham rost ekan. Ana bu dacha ana. Zo'r bizni ish bilan ta'minladilar. Rost ekan. Ana shu yer biza ishlaydigan joy, ana hovlisi bu yer ana. Ana bu katta uy ana. Ana hozir men sizlarga ichkarini ko'rsataman. Ana. Ana bu ichkari ana. Ana do'stlar. Biz ana shu yerga joylashdik. Xazaykalari juda yaxshi. Juda mehribon. Ishoninglar do'stlar. Haqqoniy ekan. Ana bu ikkinchi etajga chiqadigan joy. Ana bu yerda bitta uy yana bor. Ana bu yer tashqariga katta yo'lga chiqadigan yo'l. Zo'r joylar ekan. Rahmat sizga. Amrullo aka rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, shunday joyga bizani joylashtirib ish bilan ta'minlaganingiz uchun. Ana do'stlar ko'ringlar.